Ya assalomu alaykum. Mana bog'li yana nima deyapsiz? Asaka eski bozoridamiz, Temirtaqa. Mana qarang. Mopedlar dam olayotgan mopedlar chiqibdi. Hamma yo'q bor. G'ildiraylar mana Oybek Aliyev. Ajoyib ishqibozlarga. Ishqibozlarga nech pul aytyapsiz uni? Bo'ladiganroq aytingchi. Biz yo'q pulda gapiramiz, sizlar gapiraverasizlar. 1,5 million kami bor. 1,5 million kami bor ekan. Lekin yurib to'xtagan ekan. Mana kranni sug'urib boshqamatchilik qo'ygan, shu barobar to'xtagan ekan. Qiylanib ketyapti. Zo'r. Mana Oybek Aliyev mana 100 ming kami bor. Balkim yo'q, yengil berib, nech pul aytyapti buni? Mana yana bitta yangilik. Asaka eski bozoridamiz. Buni 1,5 million aytilyapti ekan-a? Beradigan narxlar shu birda atrof bo'lsa kerak-a. Ana bir joy yerda kelishasizlar ekan. Mototsikl ishqibozlari. Chiqib qoladi. Asaka bozoriga kelib uchiraverasizlar. Vokzal eski bozori. Nomerda aytsangiz-mi? Telefon so'rashadi. 94 nomer ekan. 150 Aha. 1705. 1705 raqamiga telefon qilaverasizlar mana. Chiroshli bir haftani sotamiz. Bir haftaning ichida sotilar ekan mana. Odamlar skuter olib yuribdi-da, akkumulyatorda puliga ham bormaydigan bu. 1,5 kam bor ekan. 1,5 million kami bor ekan. Velosipedingiz nech pul edi? Velosiped 100 mingga beraverasiz, kamroq. bo'lish 100 ming. Ana, bo'lishi 100 ming ekan, to'g'ri topibsiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana yana hamma narsa borda. Bozorda shunisi qiziq. Gvozdiyorlar mana chiqaverargan, qidirgan narsani topsa bo'lar ekan. 11 hamma yo'q bor mana. Arzon mayda mana denizlar. Denizlar. Hozir bitta oldik arzimagan 60 mingga oldik. Shtil buzuq. Eski bozori Asaka. Aytganingizga tashlayvering. Rahmat. Cho'michingiz nech pul? Cho'michigami aka? 5 yil ishlatavering aka men. Mastroylari ham boraman, mastroylar kerak bo'lsa aka. Mastroyga beraymi tamta? Ular shunday tanlovni Beravering.
Qo'llar bilan ishladim. Ashinasi nima eski sayildik yashayapti. Mana shu? Ha, sayildik yashayapti. Kichkina o'nlariga. Bo'ldi oldik. Mana yurakligi yangi yuradi. Qo'l ketdi. Bular tekis xudo xolasa. Bu boltachi ishchi. Boltachiga aka 20 ming baho aytdim aka. Kamini yo'lini beraman. Ajoyib ekan. Ha. Tezkari ishga qo'rqitgan boltalar. Sarkalangan ekan. 15 yil oling yana 15 mayli. Mashin deb beraman. Yo'q, 20 qilib berishim bilan kim? 15. Yo'q, mana 5dan 10 ming, mana 10 ming bo'ladi. Mana 5dan bo'lib qoladi aka, ana. Qo'yib aka. Bo'ldi, 20 ming mana. Xudo xolasa shuna qilib, syomka qilib. Mana aka. Xo'p aka. Rozi olasiz. Ha, yo'q, rozi aka. Rozi, yaxshilik shu. Gap yo'q. Mana arzon arg'anlar. Gap yo'q. Hamma yo'q bor ekan mana. Batlar kerak bo'lsa, nima qilish babda. Oldin ham bitta bolta oldim, bir boshqacha Qanaqalar chiqdi. kerak bo'lsa, undan ham olgan ondan. Bu nima u? Masalan, qatirib kesizdan bo'laveradi, qatirib olib, masalan, stollarga qatirib olib, turba qisib. Yaxshi narsalar ekan. 5 mingga ikkita olaver ekan. Xudo xolasa, bo'pti. Salomat bo'ling. Eski bozori. Ishqibozlar hamma har xil narsaga ishqiboz mana. Mantiqosxonlar nechi pul? 150 ming mana alimin. Buni ham qo'yib qo'yam? Qo'yib qo'ying, gap yo'q. Rahmat. Hamma yo'q bor ekan mana xudo xolasa. Asaka, vokzal, eski bozori. Benzapila ham bor ekan mana. Nechi pul bu? Usta? 220 deyapti. 220 deyapsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ular mana ishlaydi mana. Gap yo'q. Hamma yo'q joyida ekan. U nechi pul? Buni ham 220 deyapman, kami bor. 220. Qo'yish kerak emas, qo'yish kerak emas, qo'yib. Avtorskiy prava so'rab diqqat qilyapti-da. Rahmat. Hamma yo'q bor ekan mana. Televizorlar. Bu gaz balon kimdan ekan? Ustaga gaz balon nechi pul? 400 ming kam bu. 400 ming. Hamma yo'q joyida ekan, gap yo'q. Kami bor. Ne oldum deme. Hani oyda oldum abarıp koydum. Şuraya götürdüm. Oyda abarıp koydum beni. Hamma yo'q bor ekan. Tog'oniki temir qutini ham oldi xudo xolasa. Televizor ha bu? Monitormi? Bu nechi pul bu? 300 ming komplet. Monitor, Asaka shahar. Vokzal, eski bozori. Antikvar ekan bu, kvarts. Buni nechi pul aytyapsiz? 30 ming. Zo, sizlarga rivoj. Akramjon Kemadiylarda to'ychivoy. Boriya mana siznikidan ekan, sotilar ekan. Skuter kimdan ekan? Skuter nechi pul? Skuterni ham mana so'radik. 3 million kami bor ekan. Boriya siznikiga o'xshaydi ekanmi? Bahodirjon 3 million kami bor ekan.
sentrlar mana. Bor ekan, hamma yoq bor ekan ustakalariga. Cholka ham bor ekan mana. Mana bu вообще arzon bo'lsa kerak. Dabdalayu 1 million atrofida berib yuborsa kerak edi. Hamma yo'q bor ekan mana sentr. Sony. Rolikka yutganki yo'q ekan. Akramjon, rolikka yutganki chiqmabdi bu safar. Nima ekan? Oho. 1000 so'mdan disklar. Gap yo'q, 1000 so'mdan ekan mana. Любой kino topilsa kerak. To'ychoy razonni kulib so'radi, sarkalangan ekan, sarka yegan ekan. Hamma yo'q. Yo'q narsani yo'q, hamma yo'q topiladi. Usmon akam chiqmabdi shekilli bugun. Usmon aka chiqmadimi? Chetdadir ha? Endi chiqib qolsa kerak. Salomat bo'lsinlar. Hamma yo'q bor, egalari ham. Qayerga ketib qoldi? Oybek janob oliylari, Aliyev Oybek mana ramalar. Rossiyskiy, germanskiy ramalar. Tankiratlar bor ekan. Akmaljon mana suv pompa. Eski modellardan ekan shekilli. Olmaganimizga so'ragani ham tortinyapmiz. Akalar endi yo'yapti mana. Asaka shahar eski bozori. Ramalar mana. Diskalar. Olmaganlarga nima qilaman? Majburlayman. Multfilmlari necha pul bular? 250 ming mana. Skolli yangi narsa. Berasiz, foydalanasiz deb berdim. 250 ming. Bor ekan, hamma yo'q bor ekan. Sharxonda 600 ming deydi buni. Bu kompaniyalar hamma yo'q. Hamma bor ekan mana. Matrolorda anaqalar ekanda. Ofarin mana kirkalar rossiyskiy. Telefon podstavkalar. Haligi simligi bo'lardi-mi, uni katta, shundan yo'qmi? Bukib-bukib to'lib oladigandan. Mana ular bukib-bukib to'laydiganlardan yo'qmidi? Bir ha, dama. Ashunaqa bunday bukib olib, bir narsa qo'yib olib. Olib kelib qo'yamiz. Xudo xolasa ana. Xudo xolasa. Hamma yo'q bor ekan mana.
8 kilolik valda. Bolta. Hamma yoq bor ekan. Ertalabda odam kam. Savdogarlar narsa bor. Hamma yoq bor ekan. Shuni zapchastlarim kerak. Bular tayyor ishlaydigan-a? Necha pul sotilyapti bular? 400 mingdan mana tayyor gatoy. Kapремонт qilib qo'yilgan shekilli. 400 mingdan kami bor. Biorazon instrumentlar 200 ming, 250 ming bolgarkalar. Asaka vokzal eski bozori, mana telefon bozori yangi eski hamma yo'q bor ekan. Murojaat qilaverasizlar bemalol. Gap yomon. Nima reklama qilaylik. Sarli orqa chetdagi bor trikolar 40 ming. Hamma yo'q bor ekan. Kiysa bo'ladigan yangidek. Tanlab olish 25 ming. 25 ming mana. Asaka vokzal bozori mana. Bu yoq 30 ming ekan. Poyabzallar ham besplatni olib ketayapti o'zi. Aha. Hali ishlab chiqargan kirasimasga o'xshaydi. Bu yoqni hisoblasangiz, qarang. 10 ming berganman. Xitoylar ana. 10 ming, 1 yildan beri kiyapti. Ana 1 yildan beri kiyayotgan akamiz 10 minglik. 10 ming bering dedi, gapirolmay qoldi. Olasiz iloji yo'q. Nima deydi? Ot yama ber desa, uni saqa 10 ming dedi. Ana yama bersiz, bor. To'g'ri, 10 ming dedi. Yangi olib qo'yaveradi Distondan ko'ra. Va senga deb tur yangi olib qo'yadi. Padushkani qarang, yumshoqligini qarang. Hozir padushkani bildim deb, biz biliq. Hech nima 30 ming ekan. 25 ming ana qarang. Ishlab chiqargandi ham kirasi emasdi, haqiqatan. Mehnati ham bor. Asaka vokzal bozori. Asaka vokzal bozoridamiz. Asaka vokzal bozoridamiz. Ana arzimagan pulga beriladi bular. Motor o'zimiz eski muraviy motoroldi, motori ham chiqib qolibdi mana. Bu ham metallom narxdan jicha qimmat bo'ladi-da. Shuning uchun kelamiz Asaka bozoriga. Bu velilar necha puldan? 150 dan. 150 dan. Ikkovi ham xatovoy, a? Malades, 150 mingdan. Monosi. Kelishtirib berasiz. Qarang, arzon. 150 dan kami bor ekan. Bo'stonlik Nisbet ishqibozlari hamma yo'q bor.
Bu yoqda ham bir aylanaylik. Bu yoqlarda ham shu labolarda kelib qoladi. Antikvar narsalar. Pechka ekanda, qalin. Nech pul bu? 200 ming. Metallomlar. Jumanazar aka, mana siqdirgan narsa. Menga 300 ming beray, 300 ming beray deyapsiz. Mana bu yerda 200 mingga turibdi ekan. O temirlar rosa qalin ekan. Faqat buni ko'tarib ketish borda, mashinada kelganimizda tashlab olaverardik. Mana u nima? Pilisusmi bu? Antikvar ekan. Gaz sarqati. Mana pilisus. Lekin deb qo'yadi, hozir. Panasonic bir paytlar moda olgan. Pomidor nech pul olib ketdi? 10 ming so'm. Ofarin, mana haqiqiy dehqonchilik 10 ming so'mdan pomidorlar. Hammanglar sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Juda videomiz uzoq olib ketdi. Kam gapirgan bo'lsak uzr. Kesinglar, hamma yoq jo'nda, xullas. Asaka vokzal bozori, hamma yoq arzon. Bu kofta nech pul? Qarab qo'y, Ilhom. Al topar. Koftalar ham bor ekan. Buni keyin ko'rar. Koftani nech pul aytyapsiz? 300 ming? Ha. Surat ekan, 300 ming. Buni ham kami bor ekan. Kofta Ilhom aka. Vali beton stalbaniki ekan. O'zi bu qimmat narsa lekin. Mantyorlarga tashlaymiz-da. Salomat o'yinlar, hurmatli YouTube ahli. Omon bo'linglar.